O'zingizni ehtiyojingiz uchun ishlatasiz, xalaqanda aytib. Rahmat sizlarga katta. Qo'llaringizdan kelsa yordam bering. Xudo xolasa Urgos Shavot profili 20 ming bo'ldi. Tabriklaymiz Palonbek. Hay rahmat og'a. 100 ming bo'lsin, 1 million bo'lsin, nomer 1 bo'lsin. Obunachilar hamma obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab boratirlar. Katta rahmat. Endi bugun buni egasini topamiz. Egasi bor axrangmi? Xudo xolasa egasi ba'zi bir ya yuzingiz bilan borib, xudo xolasa tabriklab topshirib kelamiz. Obunachilar bemalol kuzatib boraveringlar, egasi kimligini ko'rasiz. 20 ming bo'lganda kir mashinani obunachilardan birsini podarka qilaman dedi. Bugun xudo xolasa shu kir mashinani haqiqiy egasi topildi. Videoda ko'rib boringlar, kim olib boramiz ekan. Xudo xolasa ham desa bir narsa aytib chaqardim. Instagramni birinchi obunachisi ham o'zingiz aytingiz o'xshaydan yozib beravering. 20 ming vaqtdan biza yonda turganidan xursandman. Rahmat og'a. Tabriklaymiz. Hali bu hech narsa emas. Boshlanishi bu. Endi bu yana 30 ming bo'lganda yana 40-50 ming bo'lganda yana 30 ming bo'lganda obunachilarga savol qoldiramiz. Novbarali üzeri aniqlasin. Ham desa bir dona bo'lsinmi yo 2-3 dona bo'lsinmi shuni kommentariya yozib qoldirsinlar. Ular o'lama katta rahmat mana. Boravering. Xudo xolasa yetdik. Palonbek bu xonadonda bor. Havo ish xonadonda. O'zi gaplashmadingizmi? Yana chiqishdan oldin telefonda. Bizlarning videolarimizda qo'yilgan ina shu kir mashinani bugun Palonbek ina shu oilaga beraman deb niyat qilgan ekanlar. Bu uyda hech kim yo'q ekan. Gaplashdingizmi? Havo hozir kelaman dedi. Bolasini boysaga olib ketibdi shunda. Og'illashib to'qishdi. Yana bunday nasib ketibdilar. Birinchi chatirma qolib ketibdi o'xshaydi. Bu oilada bir bola bor, bu og'ir kasal ko'p vaqtlardan beri yurak poruxi kasallik bilan kurashib kelyapti. Oilani o'zi bir Shu operatsiya bo'lishi kerak dedi. Yerda iloji yo'q, Toshkentda operatsiya dedi. Teshik yamaladik. qiyin ahvolda bugungi kunda pulga muhtoj. Hozir shu kir mashinani topshiramiz. Bizlar muhtoj bo'ladigan bo'lsa, o'zi ehtiyoji uchun ishlatadi. Endi ko'pchilik so'rashi mumkin, nega keldingizlar deb. Shovot tumani Eshanqala mahallasida deb aytiladi. Endi xalq dil viloyatida Dimitrov desa ko'pchilik biladi. Salomlar geldingiz. Yaxshi keldingizmi? Lag'abek yaxshimi? Yandan kelyapmiz. Aka hozir sizlar Urgos Shavot jamoasi nomidan o'zlarini bir aytib bergan narsa bor edi. 20 mingga to'lgandan keyin qaysizdir bir obunachimiz o'zimizga podarkamizni beramiz dedilar. Bugun shu podarkani ko'nglidan siz kelgan ekansiz, videolarda ko'rib, yana sizni tanladik. Xudo yig'lamang, ne yig'laysiz? Xudo xolasa o'zingizni ehtiyojingiz uchun ishlatasiz, xalaqanda aytib qolasangiz, yana zarur bo'lsa shu bolangizga yordam bo'ladi narsani. Hozir bo'lsa-dang bolangiz. Rahmat sizlarga katta. Qo'llaringizdan kelsa yordam beringlar. Xudo xolasa shifo yaxshi bo'lib ketadi endi, lo'qisokman. Bir so'm bo'lsadan foyda. Xudo xolasa ukamiz zamona Toshkentda ekan, Toshkentda endi ketyapti, to'g'rimi? Endi operatsiyadan olsa chiqib kelib, xudo xolasa qarshi damda xabarni olib turamiz degan umiddaman. Mana shu videoni pastida albatta karta nomer ham qoldiramiz. Kartani ko'rsatib bo'ladi qarang. Qoldiramiz. Kimga yordam qilaman desa, o'sha akamizni bolasi hozirgi kunda bir kuchli og'ir bir kasallik bilan kurashib turibdi. Agar siz ham ina shu savobli ishlarga o'zingizni qilsangiz, qo'shaman desangizlar, siz ham shu birgalikda harakat qilishingiz mumkin bo'ladi. Asabga sog' bo'ling. Yaxshi, sog' bo'ling. Sog'ayib ketsin.